Diqqat, Feruza Normatova haqida fitna tarqatgan fake akkaunt egasi topildi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi, kanalimizga xush kelibsiz. Shu biznes yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Taniqli san'atkor Feruza Normatova ijtimoiy tarmoqlarda uning oilasi haqida asossiz yolg'on ma'lumotlar tarqatayotgan shaxs aniqlanganini ma'lum qildi. Xonandaning aytishicha, Instagram orqali turli tuhmat va fitnalar tarqatayotgan fake akkaunt egasini huquqni muhofaza qiluvchi organlar qisqa vaqt ichida topishga muvaffaq bo'lgan. Feruza Normatovaning so'zlariga ko'ra, tekshiruv natijasida akkaunt ortida 2 nafar farzandi bor ajrashgan ayol turganini ma'lum bo'lgan. Unga bu mening oilam bo'lsa, sizda nima haq bor edi bunday gaplarni tarqatishga deb savol berdim. Ko'pchilik fake akkaunt ochsam meni hech kim topolmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday emas deydi Feruza Normatova. Uning ta'kidlashicha, ichki ishlar organlari xodimlari murojaatdan so'ng tezkor chora ko'rib, akkaunt egasini shaxsini aniqlashgan. Feruza Normatova mazkur holatni misol qilib keltirar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda soxta sahifa ortida yashirinib boshqalarning sha'ni va oilasiga daxl qiluvchi ma'lumotlar tarqatishning oqibati shunday bo'lishi mumkinligini eslatib o'tdi.